Navbatdagi savol. Ustoz, Alloh bizning dunyoning o'zidayoq kechib yuborgan gunohlarimizni qiyomatda savol-javobda eslatadimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni bu haqda ulamolarning har xil gaplari bor. Ba'zilar Alloh taolo kechib yuborgan narsasini unutib yuboradi degan, ba'zilar yo'q, bu kitobda turadi baribir degan. Insonni azoblamasa ham bu bilan kitobda baribir mo'minda oldidan chiqadi. Va vajadu ma amilu hadira. Inson nima amal qilgan bo'lsa, oldidan chiqadi degan oyatda keladi mana. yoki boshqa oyatda va qalu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. Ya'ni bu kitob qanaqa kitob bo'ldiki, hech bir kichik va katta ijtimoni qoldirmasdan hammasini to'plab turibdi, yozib turibdi. Insonning nomoy amali bu. Mana bu narsada insonga o'sha oldiga nomoy amali ko'rsatilgan paytda inson qilgan kichik va katta hamma amali yoziladi. Lekin Alloh o'tib o'rganlari o'sha bir ko'rsatib o'tib ketilaveradi. Ya'ni Alloh taolo gunohda kechirgan gunohini qaytarib uni odamning yuziga solmaydi. Chunki Alloh akramul akramin bo'lgan zot. Hatto Alloh taolo kechirmagan bo'lsa ham, agar shu dunyoda jazosini bergan bo'lsa, oxiratda qaytib yana o'sha uchun azoblamas ekan. Agar o'shanga yetarli jazosini shu dunyoda olgan bo'lsa, oxiratga u narsa qolmas ekan. Ammo shu dunyoda kechirgan bo'lsa, ya'ni kechirgan degani qanday? Inson sidq tildan tavba qilgan bo'lsa, tavba shartlari topilgan holatda tavba qilgan bo'lsa, bu gunoh kechirildi deyiladi inshaalloh. Chunki Allohning va'dasi bor, tavba qilsa kechiraman degan. At-taibu minaz-zambi kaman la zambalahu. Gunohdan tavba qilgan odam gunohi yo'q odam kabi bo'ladi. Xuddi qilmagandek bo'ladi gunohni. Lekin nomoy amalga yozig'liq bo'ladi. Mana shu yozig'liq holatda qiyomatda oldidan chiqishi va unga ro'para qilinishi rojih qavl deyilgan ulamolarda, rojih qavli shu. Lekin azoblanmaydi. Uni bir marta Alloh taolo kechirgan bo'lsa, uni endi yana qaytadan uni yuziga solib qaytadan azoblash degan narsa yo'q. Alloh kechirgan narsa o'tib ketadi. Lekin yuziga solish deganda uni yuziga oldiga ko'rsatib qo'yish Allohning va'dasi bor chunki kimki zarra misqolchalik yaxshilik qilsa ham topadi, ko'radi uni, yomon zarra misqolchalik yomonlik qilsa ham ko'radi. O'sha oyatlarning hammasi yig'indisini to'plab qaraganda shu xulosa chiqadiki, shu nomoy amalida yozig'liq holatda qiyomatda insonni oldiga ochib qo'yiladi. Keyin bu yog'i hisob kitobda yengil-yengil hisob kitob qilib o'tkazishi bor. Gunoh kechirilganlarni o'tkazib qolganlaridan hisob kitob qilish bor. Hammani holatiga ko'ra har xil bo'ladi. Vallohu a'lam.